Qalampir munchoq donalari tropik o'lkalarda o'suvchi daraxtdan yig'ib quritilgan kurtaklar ekanligini bilasizmi? Qalampir munchoq doim yashnab turuvchi tropik daraxtning quruq, qizil jigarrang ochilmagan gul kurtaklaridir. Uning o'ziga xos xushbo'yligiga tarkibidagi evgenol efir moyi sabab. Ushbu kurtakchilar kulinariyada ajoyib mazasi, parfumeriyada efir moyi, tabobatda esa shifobaxsh xususiyatlarga egaligi bilan o'z o'rniga ega. Qalampir munchoq kurtaklari nafaqat betakror mazasi va xushbo'yi, balki dorivor xususiyatlari bilan o'ta mashhur. Ushbu ziravor uzoq vaqtlardan buyon xalq tabobatida kasalliklarning oldini olish va davolash uchun ishlatib kelingan. Ziravor K, B6, B1, S va riboflavin vitaminlari manbai. Qalampir munchoq shamollashda samarali vosita, mukammal antiseptik hisoblanadi. U og'riq va spazmlarni kamaytiradi, teridagi kichik yaralarni davolashda yordam beradi. Ovqat hazm qilish tizimini tartibga soladi va ishtahaning pasayishi bilan kurashadi. Og'iz hidlanishida qo'l keladi. Bundan tashqari uni sharq mamlakatlarida suyak to'qimasi va qon tomirlarini mustahkamlaydi. Saraton hujayralarining rivojlanishiga to'sqinlik qilib, asab tizimini tinchlantiradi deb ta'kidlashadi. Qalampir munchoq og'iz bo'shlig'i uchun foydali. Bu ekzotik ziravor nafasni yangilaydi. Shuningdek, milklar va tishlardagi og'riqni kamaytiradi. Gingivit va periodontit kabi kasalliklarni davolashda yordam beradi. Ziravorning antibakterial xususiyati og'iz bo'shlig'ida bakteriyalar tarqalishini kamaytiradi. Buning uchun butun yoki kukun shaklidagi qalampir munchoqni og'iz bo'shlig'ining jarohat o'rniga qo'yish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu ziravor asab faoliyatini yaxshilab, ruhiy zo'riqish va stressni yengishga yordam beradi. Qalampir munchoq iste'moli ayollarda xavfli o'smalarning oldini olishga yordam berar ekan. Kimlarga mumkin emas? Hazm a'zolari kasalliklarida, kamqonlikda, qon bosimi kasalliklarida hamda homiladorlik va emiziklik davrida ham qalampir munchoq tavsiya etilmaydi. Qalampir munchoqni faqat qadoqlangan holda oziq-ovqat do'konlaridan xarid qilish tavsiya etiladi. Bir stakan suvga bir necha dona qalampir munchoq solish bilan uning sifatini aniqlash mumkin. Sifatli qalampir munchoq vertikal suzadi, oyoqchalari pastga tushadi yoki stakanning pastki qismiga cho'kadi. Agar kurtaklar suv yuzasida gorizontal ravishda yotsa, ular eskirgan, efir moylari uchib ketib, endilikda iste'molga yaroqsiz sanaladi.